Videoda men o'z 1000 kunlik hardcore olamga 1.21 versiyani olib kirdim. Bu videoda men Spear va Mace qurollarini olaman. Chunki o'tgan videoda ko'rgan bo'lsangiz, men 1.17.1 versiyada qolib ketganman. Chunki o'sha versiyadan beri o'ynayman. Hozir menda umuman Spear ham yo'q, boshqa qurollar ham yo'q. Mace eng kuchli qurollar shular bo'lgan. Men hozir Spear va Mace'larni topishga harakat qilaman. Qani, videoni boshladik. Hop, uchunda hozir olmosni olib olamiz. Hozir. Neydi? Allaki. Oldik. Hop. Spear. Oldik. Olmoslarni qo'ysa bo'ladi. Endi bizga ozroq lazorit bularni qo'yishimiz kerak. O'zi inventarga qayerdan tushib qoldilar. Hop. Endi buni biz sehrlab olamiz. Avvalambor o'zimizni 30-levelga qaytamiz. Smite into the mouth. Nice. Looting and breaking. Yetadi. Hop. Biz endi qishloqlar bilan saralash joyiga boramiz. Bu yerdan biz hop. Bu sonda biz bir avval ko'raylik o'zi. Asbobni so'laylik. Hop. Menimcha o'sha asbob temir yo'q. Qanday so'l edi? Hozir men uni yo'q, nima bor ekan? Oldikdan bor ekan. Hop, biz endi qishloqlarda joyga boramiz. Biz hozir qishloqda yoki o'sha yerda o'sha yerdan olamiz. Nasıl bir tavır yaşasın? Hiç mi? Rahat git. Bakalım. Ne? Bizga launch, smite, unbreaking bor va mending sehrlari. Aytganimmi, bizga bitta ketadi. Tunchdi. Qishloqlarda biz ham uxlab olamiz. Ama öleceğiz ya. Tutarlıkta sorular ama.
Düştü. Narxlar düştü. Yo, va nihoyat endi. Yo, judayam kishi ko'p kutdim shuni. Judayam ko'p kutdim. Tilim ham aylanmayapti. Ketdimi? Zaga nima qilyapti? Hop. Qo'shamiz, ayiramiz, boshqani saqlaymiz. Lunch. İkinci lunch qani? Lunch. Smart lunch. Smart. Va nihoyat. Qanchadan beri kutayotgan narsa va nihoyat tayyor. Oltin. Nezerit. Aldım bakalım. Bir arada küçültücü vardı. Hop. Ben nihoyat. Süper. Vay. Upgrader kerak bizga. Menda bormi upgrader? Yo. Mana eng katta muammo. Yo. Upgrader bo'lsin-da ish qilib. Yo'q. Upgrader yo'q, ha? Albatta yo'q. Yo'q.
menimcha men hayotimdagi eng katta xatoni qildim. Chunki bo'ldi. Buraya gelelim. Yerden olamazdım ben. Yok. Demek. Hop. Do'stlar. Men videoni shu yerdan stop qilaman chunki juda ko'p bo'lib ketyapti. Men buni topgunimcha sizlar zerikmasligingiz uchun bu joyni kesib yuboraman. Let's go. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Ana o'sha la'natlangan upgrader juda ham qiyin buni topish. Zo'rg'a topdim shu. Juda ham qiyin lekin yangi versiyada topish. Piringlarni joyiga borib juda chiroyli va adin 4 bo'lgan qurolimiz. Bittasin ko'rdingiz? Nope. Juda qanchalik baland bo'lsa o'lsangiz, shunchalik ko'p uron beradi. Masalan, ko'rdingiz degan bitimi? Agar masalan deylik, juda ham tez va 200 bloklardan kelyapti deylik. Ya'ni mana bunday broylerlarda bo'lsa ham xohlagan odamni yo'lda olasiz. Kafolat beraman. Bu juda ham kuchli qurol. Mana qo'yib biz erishdik. Hattoki YouTube'da ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana juda ham ko'p ovqat sarf etadim va o'sha qurol bizda. Men bu quroldan foydalanish juda ham ko'p o'rganganman. Yangi versiya chiqishi bilan hop. Bu videoda biz shunday zo'r qurolda egalik qildik. Keyingi video nima haqida bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz juda ham muhim va mening Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni xohlab qolardim. Telegram kanalda keyingi video uchun odamlarga juda ham yaxshi faktlar va ma'lumotlar berib o'taman. Xayr, sizlar bilan Nafizjon bo'ldi.